Mana aka ukalar hozirgi chiqarib o'tgan, mana bu yerda hozir chiqarib o'tgan g'unajin buzoqlarimizni mana shular onalari shular. Mana. Jonivorlar. Videodan uzalashmaysizlar. Hozir mana sigirni bolalari sotuvga chiqqan. Hammasi g'unajin. Soni 20 bosh. Shu sigir bolalarini sizlarga hozir xudo xolisa qo'yib chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Haqiqiy sort o'yi, birinchi sort avstriyskiy sementalli. Mana jonivorlar. Hozir mana bu yerda kichkinaroqlari, bu yoqda kattaroqlarni videoga olib chiqarib beramiz. Bismillah. Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugungi sanamiz 30-aprel 2025-yil haftani chorshanba kuni Toshkent tumani Uchqahramon Chernevkadamiz. Xudo xolisa sizlarga naslli, toza qonli semental qochma g'unajillardan chiqarib berishga harakat qilamiz akalar. Ko'p obunachilarimiz so'rayotdi, sementallardan, tozalardan yo'qmi, o'zimiz boqib sigir qilib olishga bo'lsa xabarni beringlar deb aytib o'tgan aka-ukalarimiz bor edi. Xudo xolisa soniga 10 bosh ekan. Toza qonli avstriyskiy. Mana shu onalari ham yuribdi, hozir birsidir onalarning syomkasini ham sizlar qo'yib chiqarib berishga harakat qilaman. Mollarning ishtahalari juda zo'r ekan akalar, haqiqiy sutga to'ygan. Mana jonivorlar. Soni 10 bosh, Dilshod aka? 10 bosh soni. Soni 10 bosh. Bu yerda mundarog'i yo'q ekan, hammasi sortovoy, o'ziga yarasha xudo xolisa bo'laman degan variantlardan. Mana ostlariga ahamiyat berasizlar. Jonivorlar. Soni 10 bosh. Dilshod aka hormang, charchamayapsizmi? Chorvaga baraka. Hop. Nechta bularning oylari qanaqa Dilshod aka? Bularning oylari Yo'q jonivor. 4 oylikdan 4 oylikdan 6 oyligacha, 7 oyligacha shunaqa. 4 oylikdan 6 oy, 7 oygacha. Yoshiga to'lib qolgani yo'q-a bu yerda? Yo'q, yoshiga to'lgani yo'q. Ay jonivor, mana buni qaranglar. Joning sog' bo'lsin. Aha. Shu yerda tug'ilgan o'zimizda. Avstraliyadan olib kelingan bular. Avstraliyadan olib kelingan, mana shu tug'ilgan bular. Onasi ham, otasi ham toza sementali. Toza semental. Bular necha oyligacha sut ichgan bu shunda? Bizadagi 3 oyligacha sut ichgan, to'yib. 3 oyligacha to'yib sut ichgani. Bu yerda hozir Anaqasiga qaralmaydi. Bu yerda kilosiga qaraladi. kilosiga qarab, Vesi 100 kilo bo'lsa sutdan chiqariladi o'sha. ha, vesiga qarab sutdan chiqariladi. 100 kilo bo'lgandan keyin. Mana jonivorlar. 100 kilo bo'lganda 3 oylikdan oshgan bo'ladi. Ichida eng kichkinarog'i mana mashi ekan. Qolganlari yiri-yiri. 120 kilodan kam emas. Mana mashinasi. Mana jonivorlar. Buni vaksinalari, privkalari degan joylar bo'ladi. Hamma narsalar qilingan. Kelib, tekshirib ko'rib olishsa bo'ladi. Hozir narxlarni ham aytib o'tamiz akalar, birsidir ko'rsatib o'tamiz mollarni. Hozir video davomida sizlarga onalarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Onalar sotilmaydi, faqat mana shu g'unajillar. G'unajillar sotiladi. Hech qanaqa aybi yo'q, nuqsoni yo'q. Kelib, tekshirib ko'rib olishadi. Hammasi sotuvda, soni 10 bosh. O'zlarini ko'rsatmay qo'ya qoldik, chunki tushmay qo'ya qoldik deganlar uchun o'zlaridan kerakli savollarni olamiz. Qo'ldan kelgan mollarni hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Endi hammasini bitta-bittadan quloqdan birkasini hozir ko'rsatib berish iloji yo'q. Hammasi pashti bir xil. Mana jonivorlar. Nomeriga qarab onalarini ham sut berganini aytib bera olamiz. Bularda daftarda bor hammasi. Bor. Quloq raqamlari hammasida bor. Screenshot qilib, hozir telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketilinadi. Screenshot qilib, mashinasi menga yoqdi deb ma'qul qiladigan bo'lsanglar, Telegram bor aytilayotgan nomerda. Onlayn savdo qilaveradi. Mana oqini nomeri 1299 ekan. 1298 mana bunisi. Mana jonivorlar. Xo'p, to'shadagi bular narxlari qanaqa endi? 25 milliondan so'raymiz bir joyga kelishsa tanlab yana kami bor-a? Kami bor. Bular akalar, hurmatli obunachilar, savdogarlar emas, fermer aka-ukalarimiz mana shu yerda fermada ko'paytirib
onalarini sutga ishlab sog'ib yurishadi. Tirikchilik emas. Xudo xolisa el qatori qilib kelishib chiroyli qilib beriladi. To'g'rimi? O'tib beriladi, etilgan pulga sotilmaydi. Tanlash yiliga qarab. Iloji bo'lsa bir joyda gaplashiladigan bo'lsa, puli yengilroq bitadi, Xudo xolisa. Janob 25 milliondan kami bor, soniga 10 bosh. Hop, dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi o'shadagi? Endi bularda akalar kelishilmadi. Bu yerda akalar bular tirikchilik emas, dehqonlar. Bularda endi transport masalasi juda unaqa yo'lga qo'yilmagan. Meni o'zim uyimga yaqin joyda joylashgan fermada, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mabodo olinadigan molga ishqoz bo'lib, savdosi to'g'ri kelib qolib, baraka qilinadigan bo'lsa, hozir Telegram kanallarda shoperlarni ana gruppalari bor. Aloqaga chiqilsa 12 ta viloyatga bemalol hozir mashinalar bemalol gaplashib, o'zimiz ham gaplashib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana mollarning hammasi sortovoy nomerli mollar. Hozir bu yerda sotiladigan faqat 10 ta shular. Endi katta paltarashkalar bor o'sha. Toshkent bo'lgan qocha deganlari. Ularni ham chiqaramizmi? Chiqazamiz. Bo'ldi. Bu bitta partiya o'shanda. Hammasini bo'yi barobar emas. Kattaroq, kichkinaroqligiga qarab, bu yerda endi hozir aralash etilyapti narx. Donalabga narxi o'zgaradimi, o'zgarmaydi Dilshod-aka? O'zgaradi. Endi misol uchun ichida eng kattalarni tanlab olinsa, narxi qo'shilib ketmaydi. Yo'q, endi o'sha narxini kelishamiz-da. Kelishiladi, kelishga qarab kelishtirib beriladi. 25 milliondan hammasi bir joyga xudo xolsa yana o'tib beriladi. Donalabga ham kelishiladi. Juda unaqa katta raysa bormasa kerak narxiga, to'g'rimi? Dilshod-aka, donalabga ham. Endi bittadan olganda ham 10 ta xonadon molli bo'lib qoladi, xudo xolsa. Bular hali qochishga qancha bor? Dilshod-aka, qanchada qo'ysa bo'ladi bularni? Xudo xolisa 1 yoshdan o'tgandan keyin qo'yiladi. Hali o'shanda 4-5 oy bor-da, hali to'g'rimi? Kuzlarda qo'yiladi. Kuzga xudo xolisa qochadiganlari bor ichida. Kuzgacha mana qochib qolinadi, xudo xolisa mana. Janob. 25 milliondan kami bor. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qaysi nomerlarni aytib o'tamiz Dilshod-aka? 97lik. 97 kodi bilan 402 402 46 64. 46 64 telefoniga aloqaga chiqsanglar, qolgan ma'lumotlarni berib o'tishadi. Xudo xolisa hammasi mana chempion. Bu yerda ana aralash qolganlari yo'q, hammasi o'sha 100 ga 100 afsuski. 100. Mana jonivorlar. Hozir onalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, paltarashkalar bu yoqda ekan, hozir videodan uzoqlashmaysizlar, bularni ham qo'yib o'tib ketamiz. Mana jonivorlar. Hurmatli obunachilar, mana katta paltarashkalariga o'tdik. Soni nechta bu yerda? 10 ta bu ham. Soni 10 bosh. Bular уже qochishga tayyor bo'lib qolgan ekan. Urug' qo'yilganlari ham. Orasida urug' qo'yilganlari ham bor ekan. Daftarda hammasini yozuv chizuvlari bor. Bitta hammasini aytib ko'rsatib beriladi, ma'qul kelganini. Nechtasiga urug' qo'yilgan bu yerda taxminan Dilshod-aka? 3tasiga ham 2tasiga qo'yilgan. Endi o'shama ham noma'lum. 3tasiga. Qani yuringlar jonivorlar. Bitta yurg'izamiz endi bularni aylantirib bitta ko'rsataylik. Va jonivorlar. Mana mamlisiga ham urug' qo'yilgan, adashmasam, o'sha bu qorinlar tashab yapalolashib qolibdi jonivorlar. Bular qanchalik? O'shanda Dilshod-aka 1,5 yoshdan 1 yoshgacha bular. 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bo'lgan. Hozirgi chiqargan pokoleniyamizning kattaroq variantlari. Opalari bu. Opalari. Mana mana shu onalar turibdi hozir. Bu yerda hozir shox 10 bosh shox kuydirilmaganlari ham bor ekan. Ha. Shox kuydirilmagan, bular lekin rossiyskiy emas, shu чистый, shu avstriyskiy. Rossiyada turgan, sog'li turganlar. Ha, shu bitta buqaga yoki urug'ga nima qilib shu yerda qochirilgan. Bular bu yerda buqaga qo'yiladimi yo urug'ga qo'yiladi? Urug' qo'yiladi. Mana janolar. Va joning sog' bo'lgunlar. Soni 10 bosh. Hop, qochib qo'yganlari ham bor ekan, orasida qochadiganlari ham bor. O'sha hammasi tayyor bular. Hop, jivovesiga qancha keladi taxminan Dilshod-aka bular? Bular jivovesga eng anaqasi 450 dan uyog'i shu. Tepasi. 450 dan tepasi. Eng kichkinasi 450. 400 kilodan 500 kilogacha intsa ham bo'ladi, to'g'rimi? 5 kilo. Mana jonivor. 450 dan 500 kilo. Mana jonivorlar yurg'izib ko'rsataylik. Hop, mana 0013 ekan buning nomeri. Yo'q, 0613 ekan. Hop, mana 1288. Mana bularni qulog'ini iloji bo'lsa ayta olayotganman. 12 necha?
12.88 12.88 mana 12.83 mana bunisi mana. Quloq raqamiga qarab narxlarni so'rab olsanglar ham bo'ladi. Mana 3 tasini aytdim. Hop bu yoqda mana 8 tasi 7 tasi qoldi. Keling. Ajjanivorlar mana. Hop, bunisini necha ekan? To'xta. 12.86 mana bunisi. Hop, bittani shoxligi mana. Necha ekan buni? Bunisini ko'rib bo'lmadi to'g'risi. 0618 ekan mana. 06 mana bunisi ham juda boshqacha ekan-a. Bizdagi mana bunisi lekin juda boshqacha ekan. 13.00 akalar. Voy joning sog' bo'lsin, mana qaranglar. Mana. Shunisiga ham qo'yilgan-a urug'i. Mana. Hop. 0613 ekan mana bunisi. Mana janolar. Bizdagi bularga necha pul narx qo'yamiz? 35 milliondan bir joyga olganga ozgina kami bor. Kelishtirib beriladi. Xudo xohlasa, kelishtirib Donalabga kelishilinadi. kelishadi. Mana akalar. Hammasini ishtahalari zo'r ekan. Hozir ostlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana jonivorlar. Xudo xohlasa. Bizdagi hozir bu yerda hozir mana sementalli ispitaniyadan o'tyapti-ku. Hop, birinchi qoringa taxminan nechtadan berishi mumkin bular? O'rtacha 20 ta beradi kamiga. kami 20 Birinchi ta. qoringa 20 ta. Onalar nechtadan beryapti hozir bular? 30 ta, 35 ta, 25 ta. Har xil endi. O'rtacha 30 ta, to'g'rimi? O'rtacha 30 ta. Bularning ham privkalari, hamma privkalari olib bo'lingan-a? Olingan. O'zi akalar bir joyda olib bitta qo'raq tashiydigan joy ekan. Bitta buqa qo'yasizlar, qochmagani ham qochib oladi. Ya dışarıga bitta buqa yetadi 10 taga. Yetadi. Mana jonivorlar. 35 milliondan kami bor. Endi nech pul qilib berasiz deb hozir buni savdalashib bu yoqqa o'tirmaymiz. Men dehqon egalari telefon qilib, muomalaga qarab kelishtirib chiroyli qilib beradi. Hozir hamma yoqda ham ko'ryapsizlar, sementallar narxi qanaqa chiqyapti. O'ziga qarab qilib beriladi. Hech narsaga chatishmagan, toza narsalar. Hozir mana shu mollarni ham Yevropadan olib kiramiz desanglar, hozir normalniy puldan aylanib ketsa kerak, 40 milliondan oshib aylansa kerak hozir. Shunaqa. Jonivorlar. Kelishtirib beriladi o'ldishidagi qo'ldan kelgancha. Kelishtiramiz. Bu ham shu dastlabki xizmatlari kelishilinadi. Hozirgi kunda mashinalar muammo emas. Ortishib, tushirishlarga joylar, sharoitlar bemalol. Bor. Kelib qonunigacha tekshirib ko'rib olasizlar. Mana. Ha jonivorlar mana. Telefon nomerlarini qaytadan aytib o'tib ketamiz. Necha edi? 97 lik. 97 kodi bilan 402 402 46 64. 46 64 telefoniga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni bemalol olsanglar bo'ladi. WhatsApp yo'q-a sizda? Yo'q. Faqat Telegram. Telegram. Onlayn savdolar bor akalar. Zaklatiligi hech qanaqa kuyib qolish, unaqa narsalar yo'q. 100% mana ishonchli. Fermani o'zida. Bitta narsa mana bittasini baraka qilishsa, zaklat tashlab bersa, kelgandan keyin molni nimadir muammosi bo'lsa, agar zaklatni qaytarib beriladi, to'g'rimi? Qaytarib beriladi. Hech qanaqa muammosiz. Muammo yo'q. Mana. Jonivorlar. Odam o'ziga barakaga. Mana. Joning sog' bo'lganlar. Ichida bitta kichkinaroq mashina ekan. Mana. Hop, bo'ylarini hozir aytib o'tish esimdan chiqibdi. Bo'yi hop 1.25, 1.30 a. 1.30 plus minusini mo'ljalini ko'rasizlar. Hozir mana bitta kattaroq bor edi, bu 1.30 dan baland lekin mana bunisi. Bu 1.30 dan baland mana. Mana bunisi ham juda boshqacha narsa ekan lekin. Ostlariga ahamiyat berasizlar. Hop, video davomida xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Hop, hozir onalarni ham videoni hozir qo'yib o'tib ketaman. Ular qolgan ma'lumotlarni aloqaga chiqib o'zlari bilan gaplashaverasizlar, xudo xolisa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Layklarni tirsillatib qo'yasizlar. Kimda kim shunaqa sementallardan qidirayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, podelisiya qilib jo'natib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar.